Şinjan alay bilay. Men tunugi kashda mash o'ltirib, o'lja to'g'riliq filmlarni ko'rib chiqdim. Hamda mash uyqu mezgilida 40 necha kun uyda o'tkazmak mumkin ta'sir berishi. Mening bolalarim bor, bolalar qarab, cho'nglar qarab, turmushni qamdamoq mumkin bir ta'sir ish. Mana shu do'yin sifatida komedilik filmlarni ishlab, hamda xalqning ma'rifatiga qo'lishga erishdim. Hamda mushundoq kunlarda hamda ahmi kuldirishga men ra'yim bormidi. Şuna qachon mana shu o'zining yo'llari ochilgacha hargiz mana shu komediya filmlarni ishlamayman. Ammo bu aktiv energiyalik bizni huzurliqlar qarindoshlarga madad bog'dek filmlarni ko'proq ishlayman. Ondan mana shu g'o'lji tarafda bizning qarindoshlarimiz qiyinchilik tortib qolgan, haqiqatan mana shu oilasini qamdamayotgan bizniki aziz qarindoshlar bo'lsangizlar, men ayrim gap qilsangizlar men sizlarga mumkin yon qilmoqchi. Bu filmda ko'p bo'lmasa, meni ozroq ko'nglim. G'ayrat qilingizlar, bu kunlar o'tib ketadi. Çok mu yaxshi kunlar oldimizda. G'ayrat.